hozir judayam oson bo'lib qoldiki, qaysi mahsulotlar ilmiy tadqiqot asosida taklif qilinyapti, qaysi mahsulotlar shunchaki fake bo'lib, ya'ni marketing bo'yicha ularni jalb qilyapti. Bitta narsa diqqatni tortadiki, bitta bu immunologik mahsulotlarni asoschisi, yaratuvchi o'sha olim, mikolog olim o'zi. Bu olimlar kashfiyotida shunday bir jumlani keltirganki, menga 7-8 ta davlatda shu Ganoderma lucidum to'g'risida tadqiqot o'tkazishgan. Lekin ular u Ganoderma lucidumni 100% eruvchanligini kashf qila olmagan va shu bilan birgalikda uni bu kashfiyoti asosida aynan tanani, odam tanasidagi 6 ta eng muhim organ bor. O'sha organlarga ta'sir sifati xos bo'lgan Ganodermani tabiatdan olib turib uni GMP standartida yetishtirishga ahd qilgan va uni 52 avlodda 13 yil davomida tadqiqot, seleksiya qilib turib bittaga jamlagan va hozirgi kunga kelib turib faqatgina dunyoda yagona eng katta plantatsiyasi bo'lgan korporatsiya faqatgina Gano Excel korporatsiyasi deb aytiladi. Hatto Yaponiya ham aynan shu Gano Excel korporatsiyasidan shu mahsulotlarni o'ziga eksport qiladi.